Hazır Photoshop'ni yangidan boshlaymiz. Shu surat bartaraf qilish yumshoq detali hamda Adobe shirkati ochgan buni. Surat bartaraf qilish sohasida, film kirishtirish sohasida, ko'p vosita sohasida bir qadar g'olliq shirkatlarning birisi Adobe shirkati. Micromedia'ningki bir qancha yumshoq detalni qo'shib olgan, masalan, Flash, hozir Adobe deb chiqdi ғой Flash. Micromedia'ningki testi 7.0 dan keyin 8.0 ga chiqqan vaqtida Adobe shirkati qo'shib olgan. Bu shu nuqtaliq surat bartaraf qilish sohasida bir kuchli bir shirkat hamda. Bu shirkatningki yumshoq detallardan nurg'unlari va hozir nuqtaliq suratdan sirt, ya'ni nuqtasiz surat qartami surat bartaraf qilish iqtidorini hozirladi. Masalan, Illustrator. Bu dalmish Adobe shirkatininki. Undan boshqa InDesign deymiz. Bu Adobe shirkatininki. Bu yumshoq detallar nihoyat ko'p. Shu biz Uyg'urlar bo'lsin yoki boshqa millat bo'lsin, kompyuterning o'rta daraja qismlarida ishlatilayotgan yumshoq detallarning %60% Adobe shirkatininki. Photoshop mu dal shu shirkatninki nuqtaliq surat bartaraf qilish yumshoq detali. Bu yerda surat bartaraf qilishdagi surat bilan bu yer nuqtaliq surat va nuqtasiz surat deydigan ikki xil hukm chiqib qoladi. Surat deganimizning hukmi odatda biz rasmlarni deymiz, hamda rasm, fotoapparat tortgan narsalarni biz surat deb ataymiz hamda. Biroz farq bor, shunda qo'ysin, shu surat yoki rasm deb atab kelamiz. Shu narsani bartaraf qilish uchun ishlatamiz. Bu yerda nuqtaliq va nuqtasiz deydigan ikki hukm chiqib qoldi. Nuqtaliq surat deganimiz ham Adobe shirkati bizga ta'minlab bergan mush narsalarning ichida nuqtaliq surat deganimiz echilgan suratlarningki nuqta bo'yicha bartaraf qilindigini yoki vektorlik bartaraf qilindigini ko'z tutib qaraymiz. Vektorlik surat nuqtasiz suratlar tipiga kirdi. Ya'ni nuqtasi yo'q. Vektorlik surat bo'lsa nuqtaliq suratlar tipiga kirdi. Masalan, chekitlar yoki piksel qimmat bo'yicha bartaraf qilindigan. Biz bir ko'rib boqayli. Yu ayrimda men ma'lumotlarning arasından bir tavsiya tushirayman. Şurasını düşüreyim. Ağustos 10 günü kısmı çektim. İnternet sakıldım. Hiç birey. Surat qarsak, hozir faqat qilmayotgan bir xil o'zgacha shunday qo'y bu suratda. Men buni cho'ngaytib kirib boqmayadi. Cho'ngaytgandan keyin suratningki mal grafiklar qarayman. Hozir buzilishga boshladi-ku. Qancha cho'ngaysam katek chiqyapti-ku. Bu dal nuqtaliq suratni ko'rsatadi. Ya'ni katekchilar orqali ma'lum bir piksel qimmat orqali surat bartaraf qiladi. Bu xil suratlarni biz nuqtaliq surat deymiz. Rang farq bo'ladi nuqtaning orasida, masalan, gravik ayirish rayonlarida haqiqiy cho'ngaytgan vaqtimizda rang farq bo'ladi. Bu nuqtaliq suratningki rang tiplari nihoyat ko'p. Photoshopning davomli so'zlash jarayonida bilamiz. Nuqtaliq suratning rang tiplari, vektorlik suratning rang ishlatish usullari degandek. Nuqtaliq suratlar bizning shu kompyuter sohasiga kirgan dastlabki qadamlardan tortib hozirgacha chiqqanmay ishlatilayotgan suratlar. Biroq bu sifat qancha cho'ngaygan sari sifatida biroz buzilish bo'ladi. Ammo bu o'lchamlik cho'ng yoki odatda ko'z bilan ko'rolmaydigan narsalarni biz undaq cho'ngaytib ketmay turib ishlatsak, bu rasmlarni loyiha har qanday o'rinda ishlatamiz. Hozirgi loyiha uslublarda ishlatilayotgan nurg'un narsalar mushundan keladi, ya'ni nuqtaliq suratdan. Photoshop dal shu xil nuqtaliq suratni bartaraf qiladi. Ham Photoshopning yana bir iqtidori bor. Bu surat sizib bermaydi bizga. Sizish uchun ishlatmaymiz. Ham kasbiy loyihalar ishlatadi, masalan, ma'lum bir shirkatningki bir qochsini yoki masalan bir lunqa ishlamoqchi bo'lgan bo'lsa, Photoshopda ishlaymiz uni. Masalan, demakki, Maya yoki shuning o'xshash yumshoq detallarni ishlatilmaydiganlar Photoshop orqali ishlatadi. Masalan, ma'lum bir qop degandek narsalarni yoki o'miz Illustratorni ishlatadi yoki mushni ishlatadi. Photoshopdan boshqa yana bir sistema bor, Illustrator deydigan. Biz aviatdan bir so'zlab bitib ketdik, Flash deydigan, biz Micromedia'ningki Micromedia ishlaganki Adobe shirkatiga o'tkazib bergan yumshoq detallar. Bu yumshoq detallarningki shu Photoshopning kamchiligini to'liqlash uchun nuqtaliq surat bartaraf qilib, vektorlik suratlarni bartaraf qilishga biroz qiynalganligi uchun shu xil yumshoq detallarni kasbiy sohada shunga ochgan. Masalan, ko'rib boqaylik, biz AI deb qo'yamiz, ya'ni siziq bartaraf qiladigan. Buningda biroz o'xshamaydi. Masalan, men bir dan siziq sizgan bo'lsam, buning ichiga rang to'ldirgan bo'lsam yoki mushni o'lchamlik bir rang uslub bo'yicha bartaraf qilib olgan bo'lsam, buni men cho'ngaytib boqay. Cho'ngaytdim. Qanchalik cho'ngaytsam, bu yerda nuqta chiqmayotgandi.
eng cho'ng oldi. Bu vektorlik suratlar. Vektorlik suratlar bilan nuqtalik suratlarning biroz farqi bor. Hamda Adobe shirkatining shu Photoshop yumshoq detali mushkul vektorlik suratlarni bir taraf qilishda biroz qiynaldi. Qilmaydi emas, qiladi, bir taraf qila oladi. Maxsus loging deb, ya'ni yo'l deb bir narsa qo'shilgan, shuning orqali bir taraf qiladi. Ammo uni mukammal ma'u AI bir taraf qiladigan yumshoq detallardek yoki mushkul vektorlik surat bir taraf qiladigan yumshoq detallardek mukammal bir taraf qilinmaganligi uchun Adobe shirkati shu yumshoq detalni eshib chiqqan. Bu yumshoq detalni keyin so'zlaymiz. Men Photoshopda darsni faqat to'rbikatga andiza e'lon tashviqot loyihasini asos qilib turib so'zlayman bu qitim. Shunga buningki boshqa qismlarga kirib ketmayman bak. Photoshopda birdan-bir bilishlik tegishlik bir qancha xil narsa bor. Birisi biz eng avval Windows mashg'ulot sistemasiga kirgan ekanmiz yoki har qanday bir mashg'ulot sistemasiga kirgan ekanmiz, kompyuterning ichki prinsipini tushunishimiz kerak. Avval shuni bilishimiz kerak. Unda bo'lsa kompyuterning ichida biz ko'rgan shu masalan bir laza, qizil, yeshil ikki xil ranglik laza ekan, laza zodi kompyuterning ichida mavjudmi yo'qmi? Bu mavjud bo'lsa, bu yoki qanday bo'lib shunda qizil, yeshil narsa chiqib qoldi. Mushning ichiga kompyuterning ichida rang bormi yo'qmi? Unda bo'lsa rangni yoqqashlandi deydigan shunda huquqlar kallamizga kelishi mumkin. Kompyuterning ichida hech qanday bir hujjat bo'lmaydi, odatda. Yoki ma'lum bir qog'ozning ustiga bir narsani yozib kompyuterning ekraniga chiqib qo'ymaymiz-ku, boshqa biratni chiqib qo'ymaymiz. Faqat va faqat biz mushkul narsalarni soylab elektron iqimiga aylantiramiz, ya'ni magnit iqimiga aylantirib, shuni tok yo'llaridagi har xil shu zapchastlarning yordami orqali o'xshamgan chastotadagi o'xshamgan tavrinish to'lqindagi bir narsalarni bir taraf qilib, unda bizga rasm, naqsha, film shunday ko'rsatib berdi. Bu ikki qismdagi programma tilininki alohidlik bo'ladi yoki karamit bo'ladi. Bu ikki qismda faqat va faqat kompyuter 0 va 1 ni tuniydi dedik. Shunga buningga shuning bilan ikkilik son sistemasi borliq kelgan. Bu ikkilik son sistemasi 0 va 1 ni tuniydi, bor va yo'q degan. Tok o'tdi, to'lqin hosil qilib bizga shu yuzimiz ko'rayotgan rasm, biz fotoapparat orqali tortib kirgizgan rasm, skanner orqali soyilga rasm hammasini mushtaq chiqarib berdi. Buningki mushkil chiqarishninki bir o'lcham bo'lish kerak. Shu magnit iqimni toniydigan ichki saqlag'ich kirgan narsalarni tok iqimi, magnit iqimlarini bizga program aylantirib beradigan, o'sha har xil chastota, ko'rinish, rasm, ovozga aylantirib beradigan bir o'lcham bo'lish kerak. Buni biz ikki qismdagi programma til deymiz. Programma til bizga shunday ko'rsatib berdi. Shu Photoshopning o'zimi bir programma til orqali tuzilgan programma. Endi bu Photoshop bizga ishlab beradigan programma. Unda bo'lsa, buninki o'ziga tushliq, o'zining rasmini, o'zining doirasini ocha oladigan bir nimasi bo'ladi. Vaqt Photoshopda zot necha xil rasmni bir taraf qila olamiz deydigan masala chiqadi. To'rbikat loyihashda biz faqat shu yerda bir qancha xillam uslubni so'zlab o'tib ketayman. Birisi JPG rasmi. JPG deganimiz biz apparat tatqan skanerlab, ya'ni soylab ekirgan yoki shuningga o'xshash ma'lum usul ekirgan, oxirgi ya'ni kengaytirilgan nom JPG bo'lgan rasmlarni ko'rsatadi. Masalan, biz hozir ichib olgan lazning rasmini o'xshashlar, ya qirsoq kengaytirilgan nomi JPG ekan. Unda bo'lsa, JPG degan qanday hukm bu? Bu yerga nima uchun kelib qolgan? JPG nima uchun Photoshop ochadi? Masalan, PSD olib qolsa bu qanday hukm? Bu indaq narsalar keldi. Biz odatda hujjatlarga ism qo'yganda ismni ikkiga ayirib olamiz. Sen o'zimizga ism qo'ysaqmi ayirib olamizmi? Masalan, Abdurahmon, Abdumet shundaqmi? Abdurahmon deganimiz sizlarning uyidagi birla bolaning, ya'ni sizning ismingiz shundaqmi? Abdumet deganimiz otangizning ismi. Endi sizning akangiz bormi? Akangiz bo'lsa uning ismi Abdurayim. Unda bo'lsa biz mayadagi Abdurayim deydigandan birini ko'paytmoqchi bo'lgan bo'lsak, Abdurahmon bo'lib tursa, mayag birini ko'paytib, buningga Abdurayim deb ism qo'yib qo'ysam, agar birisi Abdurahmon, birisi Abdurayim bo'lgan bo'lsam, oxirgi JPG yani o'zgarmayotgan shundaqmi? Endi biz hujjatning oldidagi nomini shu hujjatga tava ism deb qaraymiz. Shu hujjatga. Qaysi hujjat bo'lsa, masalan, rasmmi, masalan, otamning rasmi, akamning, inimning rasmi yoki gulning rasmi, gul degandek ismni qo'ysak, shu bir rasmning o'zining ichining bog'lig'ini ko'rsatib turgan bir xarakterga ep qo'ysak, shu bir ism bo'ladi. Ya'ni navbatlik hujjatga tava ism. Chekitning orqasiga qo'yilgan 3 xonali qismni biz kengaytirilgan ism deymiz. Bu bir ma'lum bir turga tava bo'ladi. Masalan, JPG. Har ikkisi bir JPG ekan-ku. Masalan, sizlarning o'ydiklarini ilib qo'ysak, sizlarning uydagi tug'ilgan bolalarning hammasi Abdumet deb familiya qo'llanish kerak, shundaqmi? Masalan, Uyg'urlarning bolalarining hammasini biz Uyg'ur deb atashimiz kerak. Uning ism bilan karimiz yo'q. Demak, mushundaq bir turk tava ism bo'ldi. JPG deganimiz ma'lum bir turk tava, bu bir shu Windows qo'llanib kelayotgan har qanday bir ko'rgishda, ya'ni ko'gil bo'ladigan
Do'stning o'zida ko'rgishdim ko'gilildigan bir xil rasm shakli.